بسم الله الرحمن الرحيم. متن. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 ming kishining sifatlarini aytganlarida birdaniga Ukkasha bin Mihson radhiyallohu anhu o'rinlaridan turib, meni ham ulardan qilishligi uchun Allohga duo qiling dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, anta minhum, sen ulardansan. Summa qama rajulun akhar, keyin boshqa bir kishi turdi. Faqala ud'u Alloha an yaj'alani minhum. Meni ham ulardan qilishligi uchun Allohga duo qiling dedi. Faqala sabaqaka biha Ukkashatu. Bu fazilatga Ukkasha sendan oldin bo'ldi dedilar. Sharh. Qawluhu faqala anta minhum. Payg'ambarimiz alayhisalomning sen ulardansan degan so'zlari. Va qawlur rasul sallallohu alayhi va sallam هذا هل هو بوحي من الله إقراري أو وحي إلهامي أو وحي رسول. مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي أو بواسطة الرسول أو وحي إقراري بمعنى أن الرسول يقولها، فإذا أقره الله عليه صارت وحيا إقراريا. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zlari Alloh tarafidan bo'lgan iqroriy vahiymidi yoki ilhomiy vahiymidi yoki rasulning vahiysimidi degan savol keladi. Payg'ambarimiz alayhisalom Ukkashaga sen ulardansan dedilar-ku. Shu yerda bir masala bor. Ibn Usaymin tanbeh qilsa yaxshi bo'lardi shunga. Demak, biz Qur'on va hadisda kelgan bashoratlar, fazilatlarni eshitganimizda birdaniga samimiy qalbimiz bilan, qalbimizni ich-ichidan, butun jasadimiz bilan Allohga yuzlangan holatda shu fazilatni talab qilishligimiz kerak. Qarang, Ukkasha talab qiluvdi, yetishdi. Shuning uchun biz qachon shu hadisni o'qisak, va ala robbihim yatavakkaluna deyilganda, endi bizning zamonimizda payg'ambar yo'qki, biz unga aytsakki, duo qilganda biz ulardan bo'laylik desak. Birdaniga yo Robbi, biz o'shalardan qilgin deb duo qilishligimiz kerak. Qalbimiz ichidan, samimiyat bilan, sadoqat bilan, butun vujudimiz bilan so'rasak, mana Ukkasha qabul bo'lgandek, biz ham qabul bo'laveramiz. Alloh taolo duolarni rad qilmaydi. Shu vaqtgacha bo'lmasak, bundan keyingi hayotimizni shunga to'g'rilab boradi Alloh taolo. Shunga o'xshagan butun oyat, hadislar o'qilganda yoki o'qiganimizda darrov Allohga yuzlanib turib, bu fazilatni so'rashligimiz kerak. Shunda Ukkashaga nasib qilingan mana bu fazilat bizga ham nasib qiladi. Alloh taolo hammamizni shu kishilardan qilsin. Aytilindimi, hamon aytishlik kerak bu narsani. Hech kutib o'tirmasdan, o'ylanib o'tirmasdan qanday bo'lar ekan, men o'shalardan bo'la olarmikinman, yo meni qabul qilarmikin Alloh taolo, meni qo'limdan kelarmikin degan narsalar hayolga kelmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalomning hayoti shuni bilaylikki, qiyomatgacha davom etadigan bir hayot. O'sha zamongagina xos bo'lgan hayot emas. O'sha payg'ambarimiz alayhisalom hayotida nimalar joriy bo'lgan bo'lsa, shular hali ham joriy bo'laveradi. Ukkasha so'radi, yetdimi? Qiyomatgacha kiradigan mu'minlar shunday oyat hadislar o'qilgandan keyin birdaniga so'rasa, albatta yetishadi. Payg'ambarimiz alayhisalom Ukkashaga anta minhum, sen ulardansan deyaptilar. Qarang, bu juda katta narsa bu. Juda katta va'da. Ukkashani so'raganligi, sadoqati, samimiyatini, samarasini qarangki, birdaniga bir lahzada bir sahobiy haliga 70 ming kishilardan bittasi bo'lib qolyapti. Mana Ukkasha to'g'risida biz bemalol ayta olamizki, bu kishi jannatga hech qanday azobsiz va hisobsiz kirib ketadi deb. Ukkasha shunday sahobalardan.
Bunga dalil bor sahih hadisdan. Payg'ambarimiz alayhisalom bashorat beryaptilar, kafolat beryaptilar. Endi bu yerda savol keladiki, payg'ambarimiz alayhisalom qanday qilib bashorat beryaptilar? Qanday qilib kafolat beryaptilar? Ba'zi bir sufilarda o'ylaganidek, jannat payg'ambarimiz alayhisalomning xususiy mulkimi? Xohlaganini jannatga qo'yadi. Xohlamasa qo'ymaydi. Albatta bu aqidani botilligiga hech qanday shay shubha yo'q. Payg'ambarimiz alayhisalom albatta jannat to'g'risida o'zlari xohlagandek tasarruf qila olmaydilar. Bu yerda bu kishiga Alloh tomonidan bir vahiy bo'lyapti. Shu vahiy iqroriy vahiymi? Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom shu gapni gapirdilar-da, Alloh taolo uni rad qilmadi, shundayligicha qoldimi, u iqroriy bo'ladi. Yoki ilhomiymi? Shu vaqtda birdaniga ilhom keldi Alloh tomonidan. Aytdilar sen o'shalardansan deb. Yoki masalan bir rasulni vahiysimi edi? Shu vaqtda birdaniga Jabroil kelib turib, o'shalardan duosi qabul bo'ldi. Deganda payg'ambarimiz alayhisalom birdaniga anta minhum dedilarmi? Shu vahiyni qaysi turlaridan? Bu albatta vahiy bilan, vahiysiz emas bu. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zidan kelib chiqib aytganlari yo'q, aytolmaydi. Hech qaysi payg'ambar uni aytolmaydi. Alloh tarafidan bir xabar bo'ladi, keyin aytadi. Bunga o'xshagan ishlar deyaptilar, mana ilhomiy vahiy bo'lishi mumkin yoki bir rasul elchining vositasidagi vahiy bo'lishi mumkin yoki iqroriy vahiy bo'lishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni aytadigan bir ma'noda ki Alloh taolo uni iqror qiladi. Shu bilan bu iqroriy vahiyga aylanib qoladi. Lakin rivoyat al-Buxoriy Allohumma ij'alhu minhum. Lekin Buxoriyning rivoyati esa mana shunday lafzda keladiki, ey Allohim, o'koshani o'shalardan qilgin degan duolari. Tadullu ala anna al-jumlata anta minhum xabarun bi ma'na ad-du'a. Bu hozir o'qigan hadisimizning matni Muslimda kelgan. Buxoriyda esa mana shu yerda boshqacha kelgan. Ey Allohim, o'koshani ulardan qilgin deb duo qildilar. Mana shu rivoyat dalolat qilyaptiki, anta minhum degan jumla xabaru, lekin duo ma'nosida. Ya'ni sen ulardansan deganda bu jumla xabariy emas, jumla inshoiya. Ya'ni sen ulardan bo'lgin degan ma'noda. Sahobiy duo qildi, payg'ambarimiz ham duo qilgan bo'lyapti-da. Keyin bu ikki zotning duosi qabul bo'lib, ukosha mana shu saodatning ahli bo'lib qolyapti. Qawluhu summa qama rajulun akhar فقال ادعوا الله يجعلني منهم قال سبقك بها ukashatu. Keyin boshqa bir kishi turdi, boshqa sahobiy. Aytdiki, meni ham o'shalardan qilishligini Allohga duo qiling. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, bu fazilatga ukosha sendan oldin bo'ldi dedilar. Shunda qarang, ayn domma bilan ukosha o'qiladi. Ba'zi avomlar yoki ahlilar akkosha deydi, xato u, to'g'ri emas. Ukosha bo'lishi kerak. Lam yurid an-nabiy sallallohu alayhi va sallam an yaqula lahu la, walakin qala sabaqaka biha بهذه المنقبة والفضيلة أو بهذه المسألة عكاشة بن محصن. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu ikkinchi kishi uchun yo'q degilari kelmadi. Lekin unga bu manqaba, bu martaba, bu fazilat yoki bu masalaga Ukosha bin Mihsan sendan oldin bo'ldi, yetishdi dedilar. وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. Olimlar haqiqatan ham bu gapni Rasululloh nima uchun aytganligi to'g'risida ixtilof qilishdi. Payg'ambarimizning ikkinchi gaplariga ulamolar har xil fikrlarni bildirishyapti. Faqila aytildiki, innahu kana munafiqan. Ikkinchi odam munofiq edi. Fa arada ar-rasul sallallohu alayhi va sallam alla yujabihahu bima yakrahu ta'lifan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishini ulfat qilgan holatda qalbiga bir ulfatlik, do'stlik solgan holatda uni yomon ko'radigan narsasi bilan unga yuzlanmaslikni xohladilar. Yo'q desa, haligi munofiq, mana bizni ajratdilaringiz, sizlarda shunday ajratish bor-da degan fitnalarni qilishi mumkin. Yoki bo'lsa meni ajratib qo'ydi
degan gaplarni gapirishi mumkin. Shuning uchun la demadilar, yo'q demadilar-da. Ukasha sendan oldin bo'ldi dedilar. Vaqila yana ba'zi olimlar tarafidan aytildiki, xofa ayyan fatihal babu fayatlubuha man laysa minhum. Darvozani ochilishligidan qo'rqdilar-da, keyin 70 ming kishilardan bo'lmagan kishilar ham buni talab qilishligidan qo'rqdilar. Faqala hadhihi al-kalimata allati asbahat masalan. Keyin bu zarbil masalga aylanib qolgan bu kalimani aytdilar. Va hadha aqrabu, bu haqiqatga to'g'riroqdir deyaptilar. Munofiq degan gap eng zaif qavullardan. Ibn Usaymin shu yerda yana ba'zi masalalarda aytishlik kerakki, Payg'ambarimiz alayhisalom haqiqatdan ham agar bunga ham sen ham shundansan desa, uchinchisi ham turadi. Menga ham duo qiling deb. Unga duo qilmasa, keyin aytadi, ikki kishi mana ketdi, nimaga men qolyapman? Unga sen ham shulardansan, boshqa sahobalar hammasi turishadi. Biz ham deb. Shunda qarabsizki, sahobalar hamma o'rinda olib qo'yadi, bizga o'rin qolmaydi. Butun sahobalar aytadi, bizga duo qiling deb, hammasi shu 70 ming kishilardan bo'lib qolishadi. Hadisdan sabit bo'lib qoladi. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, ukasha sendan oldin bo'ldi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalomni bu javoblar u kishini nihoyatda bir gapga ustaligini, nihoyatda bir mutafakkirligini, nihoyatda farosatli ekanligini, juda hikmatli ekanligini, nihoyatda aqlli ekanligini, hozir javob ekanligini ko'rsatyapti. Shunday bir gapni gapiryaptilarki, ikkinchi odam xafa bo'lmaydi. Ham ikkinchi odam rad qilindi, bu bahs berkitildi, bu darvoza ham berkildi, endi hech kim talab ham qilmaydi va keyingilar xafa ham bo'lmaydi. Qaytanga shunday bir havas keladiki ularga, koshki men birinchi aytganim deydi. Qani o'zlarini malomat qilishadi. Koshki ukashaga o'xshab men birinchi aytganim deydi. Ukasha olib ketdi-ya, kech qoldi-ya deb o'zlarini malomat qilishadi. Payg'ambarimiz alayhisalom bu gapdan boshqa gapni gapirgan deydi. Sahobalarning qalbiga bir og'riq kelishi mumkin edi. Nimaga bizni qo'shmadi? Nimaga unday bo'ldi? Shuning uchun la demayaptilar. Ukasha sendan oldin bo'ldi dedilar. Qani endi sen ham birinchi bo'lganing deydi. Sen ham bo'larding shulardan. Lekin birinchi bo'lmading-ku. Ukasha birinchi bo'ldi. Ham ukashani maqtayaptilar. Ya'ni butun ummatga targ'ib beryaptilar. Payg'ambarimiz bu javobini qancha sharhlasiz hikmatlarni chiqaradi hikmatlari. Payg'ambarimiz alayhisolamning har bitta so'zlari shunday. O'zi qisqa, lekin nihoyatda ko'p hikmatlar, go'zalliklarni o'zining ichiga oladi. Ya'ni biz ham o'rganishligimiz kerak. Biz ham og'zimizdan chiqib turgan kalimalar, gaplar shunday bir ma'noli, hikmatli bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisolamning sunnatlariga ergashyapmiz, ko'pgina narsalarda bu gaplashishlikda ham ergashishlik kerak. Gapirishlikda ham u kishiga o'xshab fasohatli, balog'atli, hikmatli gapirishga harakat qilaylik. Har bema'no gaplarni gapirmaylik. Qarang, bema'no gaplar ikki xil bo'ladi. Birinchisi shariatga xilof bo'lgan. Alhamdulillah biz shariatga xilof bo'lgan gaplarni gapirmayapmiz. Ba'zan achchig'imizdan gapirib olmasak, gapirmayapmiz. Ba'zan bir achchig'imiz kelib g'iybat yoki tuhmat qilib olmasak, qilmayapmiz uni. Lekin ba'zi yana bir bema'no gaplar borki, ular muboh. Lekin aqlli insonlarning ishi emas u. Bekarchi gaplar. Mubohu vaqtingiz o'tyapti va bekarchi gapni gapiryapsiz. Payg'ambarimiz alayhisalom 23 yil o'tgan bo'lsa payg'ambarlik zamoni, biror marta bekarchi gapni gapirmaganlar. Birorta kalimasi oshish emas. Payg'ambarimiz 23 yillik hayotidagi butun kalimalarni, gaplarni to'plang, hammasi nihoyatda keraklik. Va bir kalima o'zini yerida bitta foyda uchun emas, qanchadan qancha foydalar uchun keraklik. Mana bu gaplardan qancha hikmat chiqaryapmiz biz? Har bitta gaplarda shunday. Ha bizniki mayli, bizning gapimiz bitta gapimizdan ko'pgina foyda chiqara olmaylik. Hech bo'lmasa bitta foyda bo'lsin. Foydasiz gaplarni gapirmaylik. Shu bilan biz ba'zi hadislarda tushunamizki, Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, gapirsang yaxshi gapir, bo'lmasa jim o'tirgin deganlar. O'sha hadisni ham tushunamiz. Gapirsa yaxshi gapiraylik. Bir foydali da'vat, Qur'ondan, hadisdan gapiraylik.
Qur'on hadisi fazilatidan gapiraylik, insonlarni bu go'zallikka chaqiraylik, yaxshi narsalardan gapiraylik, bo'lmasam jim turaylik. Har bitta gapirgan gapimizga qiyomatda hisob-kitob bo'ladi. So'raydi Alloh taolo. Va qiymatli vaqtimiz o'tyapti, o'zimiz charchatyapmiz. Bekarga o'zimiz hisob-kitobga ro'baro qilyapmiz. Shuning uchun bekarchi gaplardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Doim Qur'on hadisdan gapirishga harakat qilaylik. Buning uchun albatta Qur'on hadisni chuqur o'rganishligimiz kerak. Qur'on hadis bizning hayotimizga aylanib ketsin. Endi alhamdulillah biz ko'p katta shayxlarni ko'rdik. Shuni oddiy dars qilyapti yoki oddiy va'z, oddiy nasihat qilyapti. Ne yozilsa, har bitta kalimasi ilmiy kalima. Shunchalik bir gaplari ilmga aylanib ketgan. Oddiy gapiryapti, oddiy nasihat qilib o'tiribdi, oddiy va'z qilyapti, oddiy dars aytyapti. Lekin har bitta kalimasi ilmga dalolat qiladi. Har bitta kalimasini sharhlasiz bo'ladi. Biz ham shunday bo'lishligimiz kerak. Bizning kalimalarimiz ham sharhlanadi-yu, qabohati sharhlanadi. Bu gap hech bu vaqt bu yerga yarashmas edi, bu gap hech to'g'ri kelmas edi, bu gap bunday edi. Payg'ambarimiz alayhisalomning mukammal tarbiyachi ekanligi, rahbarligi. Demak, rahbarlarimiz, tarbiyachilarimiz mana bunday bir ziyrak, zakovatli bo'lishlik kerak. Qarang. Shu yerda la deb qo'ysa, yo'q deb qo'ysa, bo'laveradi joiz, lekin haligi insonning qalbi og'rib qoladi. Payg'ambarimiz alayhisalom shuni qalbi og'rib qolmasin deb turib, sadaqaga biha ukkashatu deyaptilar. Mana islom rahbarlari o'rgansin. Kofirlar o'rganyapti buni. Kofirlar hozirgi go'zal axloqni qayerdan o'rganishyapti? Bizdan o'rganishyapti. Qarang, bu hadisda aytilgan Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar. Kim bizning kattalarimizga e'zoz qilmasa, kichkinalarga shafqatda bo'lmasa, u bizdan emas deganlar, meni ummatim emas deganlar. Qarang, bunchalik qattiq gapirganlar. Ammo ummat bu hadislarni bilmaganligi, tushunmaganligi uchun bu narsa hayotda yo'q, insonlarning hayotida. Lekin kofirlar olyapti, qarang, uni hadis demayapti-da, shuni o'zlari aytayapti. Kattalarga hurmatda bo'ylar, kichkinalarga shafqatda bo'ylar, hammaga yaxshi gapiringlar. Haligini eshitib odamlar shundan ta'sirlanib axloqlari o'zgaryapti. Hozirgi vaqtda Yevropaga borgan, Amerikaga borgan bir musulmon maqtab keladi og'zini to'ldirib. Yaponiyaga borsa, ularning rahbarlari bunday ekan, ularning kattalari bunday ekan, ularning hukumatlari bunday ekan deydi. Bu go'zalliklarni hammasini bizdan o'rganyapti ular. Hadislardan olishyapti. Mana bunday go'zal gaplarni o'qiyapti ular. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday gaplari bor, xos dars qilishadi uni. Xos, xususiy. Odamlardan muomala qilishlik, axloq darslari qilib dars qilishadi, ammo uni albatta hadisdan deyishmaydi uni. O'zlarining kazzob professorlari o'zini gap qilib olgan. Hadisdan olganda meni gapim deb chiqargan uni. Keyin u o'sha professorni maqtashaveradi. Falonchi professor unday degan ekan. U professor qayerdan olgan? Hadisdan olgan. Shu ayni hozirga aytdiki, hozir Yevropada eng sevilib o'qilyapti turgan, insonlar o'qib turib ibrat olyapti turgan bir kitob otini aytdi. Oti esimdan chiqib qoldi. Kitob insonlarga axloq o'rgatadigan, eng oliy axloqni o'rgatyapti. Shuni butun Yevropa, Amerika, kufr davlatlari, kufr millatlari hammasi yaxshi ko'rib, shu kitobga amal qilishyapti. Rosa maqtalgan, eng ko'p sotilayotgan turgan kitoblardan. Shuni islom olimlari ham o'qib ko'rgan, qiziqib aytadi, u kishi men ham o'qib ko'rdim deydi. Har bitta gaplari hadislardan olingan. Aytmaydi uni Muhammad aytayapti demaydi uni. Hadislardan olib, odamlar bilan ko'rishganda bunday bo'lishlik kerak, o'tirganda bunday bo'lishlik kerak, yurganda bunday bo'lishlik kerak. Deb xullas butun hadislardan, oyatlardan olib keltirgan, o'ziniki qilib. O'zicha go'yoki insonlarga bir axloq o'rgatyapti. Ruslar ham aytishadi-ku, maktablarga borsangiz, o'qish va yana o'qish deb turib, keyin Lenin deb yozib qo'yishadi. Qani? Bu Lenindan oldin o'g'irlagan deb qo'yish kerak. O'g'irlagan Lenin deyish kerak. O'g'irlaganda islomdan. Jibril alayhisalom aytdi-ku, iqro. Hiro g'orida payg'ambarimiz alayhisalomga 3 marta aytdi, iqro deb. O'qidi. Qarang. Lenin ham o'g'irlayapti, ham buzyapti. O'qish deyapti.
mastar qilib. Lekin islomdan kelgani o'qi deyapti, buyuryapti. O'qi deyapti. O'qi 3 marta buyuryapti, o'qigin. Keyin iqro bismi robbikallazi xalaq deb boshlanyapti. Hamma ilmni maqtab yurgan edi. Hali ham maqtab yurishdi. Mana ilmni qadrini biladi. Hammani ilmga tartib bergan. O'zi olimlarni yo'qotgan, o'ldirgan. Biz shu yerlardan ibrat olishligimiz kerak va rahbarlarga shu nuqtalardan dalil qilib ko'rsatishlik kerak. Bo'lsin, har bittamiz shunday bo'laylik, xususan rahbarlarimiz, ulamolarimiz shunday bir hikmatli bo'lsin.